hech qanaqa ximikatlarsiz, qancha tursa ham yumshab qolmaydigan uy sharoitida chips tayyorlamoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi bo'lib qizil navli kartoshkani arasimon pichoq yordamida kesib olamiz. Keyin bo'lsa yarim soatga muzdek suvga solib qo'yamiz. Qaynab turgan suvda 1 daqiqa davomida chala pishirib, keyin bo'lsa uni yaxshilab quritib olamiz. Kartoshkalar butunlay qurib bo'lgandan so'ng 160 gradusli qizgan yog'da kartoshkalarni qovuramiz. Qovurilish taxminan 8-10 daqiqa davom etadi. Yog' darajasi o'rta bo'lganligi sababli bu vaqtda kartoshkalar ichidagi suv butunlay chiqib ketadi va chipslaringiz umuman yumshab qolmaydi. Yana ham shirinroq bo'lishi uchun parmezan pishlog'i, tuz, paprika va chesnok pudrasini solib aralashtiramiz. Bu taom oddiy bo'lib qolmasligi uchun jonliqni o'zligi so'yishadigan, oilamiz bilan birga iste'mol qiladigan ishonchli aizon kolbasalardan foydalanamiz. Kolbasalarni ham dumaloq shaklda kesib, qizib turgan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Kolbasalar sifatli, tabiiy ziravorlar qo'shilgani uchun qizgan yog'ga tushganda erib yo'qolib ketmaydi. Kartoshka chipsi va dudlangan kolbasalarni aralashtiramiz. Taomimizga oxirgi nuqta bo'lsa erigan gavda pishlog'i bo'ladi. Ijod va mehnatimizni baholab, bir dona like qo'yib ketsangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Hammaga kattakon rahmat.